Assalomu alaykum. Ilmiy texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan astronomiya sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dajiz xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Somon yo'lida 100 mingga yaqin yangi yulduz aniqlanishi mumkin. NASAning Nancy Grace Roman kosmik teleskopi yordamida kelgusi yillarda 100 mingga yaqin yangi egzosayyora aniqlanishi kutilmoqda. Loyiha mutaxassislarining ta'kidlashicha, teleskop Somon yo'li galaktikasining markaziy qismida kuzatuvlar olib boradi va hozircha aniqlash qiyin bo'lgan sayyoralarni topishga xizmat qiladi. Bunda gravitatsion mikrolinzalash usulidan foydalaniladi. Ushbu usul sayyorani ularning o'zidan chiqayotgan yorug'lik orqali emas, balki gravitatsiyasining yulduz nuriga ko'rsatilgan ta'siri orqali aniqlash imkonini beradi. Olimlar Raman teleskopi yordamida yulduzlar atrofida aylanayotgan sayyoralar bilan bir qatorda hech bir yulduzga bog'lanmagan holda galaktikaning erkin harakatlanuvchi sayyoralarini ham aniqlashga umid qilmoqda. Tadqiqotchilar fikricha, missiya natijasi Somon yo'lidagi sayyoralar soni va ularning tarqalishi haqidagi tasavvurlarni sezilarli darajada kengaytiradi. Oy tuprog'idan kislorod olishga muvaffaq bo'lindi. Olimlar Oyda uzoq muddatli missiyalarni ta'minlash yo'lida muhim qadam tashladi. Buning uchun quyosh energiyasi yordamida yuqori harorat hosil qilinib, regalit tarkibidagi kislorod ajratib olindi. Tajriba natijalari Oyda kelajakda insonlar yashaydigan bazalarni kislorod bilan ta'minlash imkoniyatini ko'rsatmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Oy tuprog'i tarkibining qariyb 40-45% kisloroddan iborat. U erkin holatda bo'lmasa-da, turli material tarkibida bog'langan holatda mavjud. Yangi texnologiya aynan shu kislorodni ajratib olishga xizmat qiladi. Agar texnologiya Oy sharoitida ham muvaffaqiyatli ishlansa, kelajakda kosmonavtlar uchun nafas olish havosi va hatto raketa yoqilg'isi komponentlarini bevosita Oy resurslaridan olish mumkin bo'ladi. Bu esa yerdan yuk tashish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. SpaceX dunyodagi eng yirik raketani uchirdi. SpaceX kompaniyasi ikkinchi urinishda Starship raketasining navbatdagi sinov parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Uzunligi qariyb 124 metr bo'lgan Starship hozirgi kunda dunyodagi eng yirik va eng qudratli raketa hisoblanadi. Sinov parvozi AQShning Texas shtatidagi Starbase kosmodromidan amalga oshirildi. Parvoz davomida raketaning yangilangan versiyasi sinovdan o'tkazildi hamda bortdan 20 ta sun'iy yo'ldosh maketi chiqarildi. Kosmik kema belgilangan parvoz dasturini bajarib, Hind okeaniga qo'ndi. Starship tizimi Oy va Marsga parvozlar uchun ishlab chiqarilmoqda. NASA ushbu raketadan Artemis dasturi doirasida insonlarga Oyga yetkazish missiyasini foydalanishni rejalashtirmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Starship to'liq qayta foydalanadigan raketa tizimini yaratish yo'lidagi eng muhim loyihalardan biri bo'lib, kelajakdagi uzoq masofali kosmik missiyalar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.